Assalomu alaykum oshxonaviy ishqibozlari. Biz Farg'ona viloyati kommunaga olib kelib ustanovka qildik. Bu oshxonaviy belimiz xolodilnikimiz bu boshidan bu chekkamizgacha 370 joy. Hop, 30 sm xolodilnikga chiqarib yubordik. Balandligi 220 sm standart razmerda. Mo'ykasini qora qo'yib berganmiz. Semisitrlar ichida bo'ldi. Bezatorlarigacha bor. Taylarni ham teshib chiqarib qo'ydik chiroyli qilib. Osha-moshalari vakuumli o'zi sekin tortib olaveradi. Hop, bu chekkadagi tortmalarimiz ham juda chiroyli bo'ldi. Gaz plitamizni o'rtaga qo'yib berdik. Bu tomonga to'rg'ashtirib qo'ysa ham bo'laveradi. Bu tomonga ham qo'ysa bo'laveradi. Mo'ykamizni chekkaroqqa olib berdik. O'rtada xamir yayish uchun, bu narsa tayyorlash uchun kengroq joy qolsin degani uchun qo'yib berdik. Kafelari ichida bo'ldi. Chiroyli qilib diod chiroqlarigacha yopishtirdik. Magneti bor. Hop. Ko'pchilik so'raydigan narsa bo'yi shu pastdan balandligi 220 sm ga chiqadi. Laminatligi 1.700.000 so'm. Hop, chekkadagi lentalar birlik bosiladi. Osha-moshalar to'tadan qatirilgan. Shu shilkalari nijaviy ekan. Mana osha-mosha shunaqa o'zi sekin tortib yopib oladi. Ruchkalari turba qo'yilgan yaxshisidan. Hop, bizdan bo'ladigan narsalarni endi aytib o'tib ketamiz. Mo'yka semisitrda qo'yib berdik. Hop, tepadagi sochiq ilgich turbalari, magneti, diod chirog'i, tuz quruqcha qo'yish uchun joylari. Hop, tortmasida plastmassa shu shilkalarigacha bor. Tortmasida o'zi vakuumli, yaxshi yopib olaveradi o'zi. Chekkadagi plintislarigacha qo'yib berganmiz. Vodiy bo'ylab dastavkamiz bepul, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hop, xonadon egasidan xolodilnik, pech, mikrovalnovka, vitichka, gaz plita bo'lsa tayyor qilib o'rnatib ketamiz. Bu joyimizda hozir tayyor emas ekan. Keyinchalik qo'yib olsa ham bo'laveradigan qilib tepalarini ham teshib, to'klarigacha chiqarib qo'ydik. Montajlarigacha bu joyda to'kka, mana tifalga, pechga, mikrovalnovkaga qo'yib ishlasa bo'laveradi. Tagida ham tayyor gazga teshib chiqarib qo'ydik. Keyinchalik qiynalmasligi uchun. Qo'ldan kelgancha ishlarimizni yoritib boryapmiz. Hammaga rahmat. Bittadan like, podpiska bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Qo'ldan kelgancha videoga olib boryapmiz, ishlarimizni yoritib boryapmiz. Boshxonaviy belimizni oldi fasadi, ichlari laminat 100% rossiyskiy bo'ldi. Bu seriyada ot seriyasi stolnoy svet deyiladi bu svet. Ruchkalarni ham chiroyli qilib qora qo'yib berdik. Patsvet qoshlari bilan, doskalari bilan chiroyli chiqish uchun. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimiz 93 569 87 41 nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab istalgan joyga olib borib o'rnatib beraveramiz. Bu oshxonamizni hozircha Farg'ona viloyatiga olib kelib ustanovka qilib berdik. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.